Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, qadrli podpisчиктер. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib turgan avtosalon podpisчиклari. Bugun 2026-yil 22-aprel kuni sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz qora Nexus'larimizni narxi arzonroq variantida, ya'ni aksiya bahada turgan qora Nexus'imizni reklama qilib beramiz. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir video obzorimizni boshlashdan oldin sizdan iltimos etib qoladigan narsamiz, videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib tursangizlar, videomiz maksimal tarqalishini rekat chiqib, kerakli insonlarga yetib borishine yordam beradi. Agar siz olish niyatida bo'lmasangiz ham like bosib, poddeska etib tursangizlar, ana sizdan bizdan so'raydigan narsamiz shu. Endi ma'lumotni aytib o'taman do'stlar. 2022-yilda Nexus'ning avtomatini chiqishi to'xtadi. Eng oxiri chiqqan qora sveti sanoqli chiqqan. Boshqa ranglarga nisbatan qimmatroq yuradi, ancha qimmat yuradi boshqa svetlarga nisbatan. Hozirgi kunda Xorazm viloyati bo'ylab men o'zim eminlik ko'rmadim. Endi bo'ladigan bo'lsa yozib o'tinglar. Boshqa avtosalonlar hech qaysisida qora Nexus yo'q. Bizda yana 2-3 dona qora Nexus, bir dona qora Spark'imiz sotuvda turibdi. Narxi bo'yicha solishtiraman desangizlar, boshqa respublika bo'ylab, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab boshqa viloyatlardagi qora Nexus'ning narxlaridan solishtirib ko'ringlar. Ana keyin fikrlaringizni bildirib o'tsangizlar bo'ladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora rangda polirovka keramika ishlari qilingan, 4 dona yumshoq bog'lari qo'yilgan, Mejigar 909, shumka mashinamiz, orqaga tonirovka, ellardan gerb logolar qo'yilgan. Obshivkalari top-toza va sog'lom ham top-toza holatda bo'lib turibdi. 44721 kilometr masofani bosib o'tgan. Mana. Lavsko maytafolari, sog'lari akkuratli top-toza holatda turibdi. Xohlagan proverkaga tekshirtirib ko'rib olsangizlar bo'ladi mashinamizning. Kilometri 100% rodnoy, motorlari ochilmagan. Bagaj qismi. Durishini ko'ringlar. Bu zapascha balonni neler gitmeyelim. Xo'sh, 2022-yil yılını aytdik. Elde kısmından bir gösterib o'tamiz. Mashinamizni avtokreditga olaman desangizlar, boshlang'ich to'lovini 13 million so'm pul plus notarius g'ay xarajatlarini отдельный to'laysizlar va 6 yilgacha maksimalni chiqarib olsangizlar bo'ladi. Tan narxini esa do'stlar 122 million so'mdan yarashtirib beramiz. 122 million so'm yana ustida savdosi bor. Bemalol kelib ko'rib, ma'qul yordam bo'lsa, barter kredit naqd staxolan variant asosida chiqarib olsangizlar bo'ladi kreditda. Avtokreditini masalasini aytdik. Общий 13 million so'm plus notariskiy klassda 21 million so'm bilan chiqarib olsangizlar 3,5 million so'mdan 6 yilga chiqadi. Agar 5 yillik atab olaman, boshlang'achdan ko'proq pulim bor desangizlar, eldinden 28 million so'm bersangizlar 3 million so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. Qolgan ma'lumotlarni telefon nomerlaringiz bilan bog'lanib, ma'lumot asosida bo'ladi va kommentariyada fikrlaringizni yozib o'taverasizlar. To'g'ri, qimmatroq ozgina narxi sababini tushuntirib o'tdim. Menimcha qora svetni narxi boshqa yerdagidan solishtirib ko'rib, keyin ana fikrlaringizni bildirsangizlar bo'ladi. Va bu yoqda boshqa mashinalarimiz ham bor, assortiment ko'p, bemalol kelib turib, savdosini qilib turib, nechta turdagi mashinaga yordam bo'lsa, xarid etib olsangizlar bo'ladi. Videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammangizni yaxshi ko'ramiz, sog' salomat bo'linglar va bizani kuzatishda davom etinglar.